Assalomu alaykum akalar ukalar, mana xudo yana bir navbatdagi obyektimizni rejalar qatiryapmiz. Doğrusu shunga tayyor holatga olib kelyapmiz. Bu obyektimiz razmerlari 11 ga 33 bo'ldi. Bunasi bir obunachilarga ko'rsatib oling. Shaki. Mana ustalarimiz rejalarni qatiryapti xudoolasi. Materiallarimiz konteyner profilidan bo'lgan materiallar. Uyni tomi mana. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Xudo xolasa narx-navolar 170 mingdan 250 minggadir. Bu joyimiz 185 mingdan chiqdi kvadrati. İchidan ko'rinishni ham olib beraman. Mana akalar ichidan ko'rinish holatli. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.